1643-yilda Jung'orlar xoni Erdeniy Batur Xuntayji 50 minglik qo'shin bilan qozoq dashtlarga bostirib kiradi. Bu paytda qozoq xonligi markaziy hokimiyat zaiflashgan, boshboshdoqlik kuchaygandi. Shu sabab qozoq xoni Jangirxon Jung'orlarga qarshi katta lashkar to'play olmaydi va 600 kishilik armiyasi bilan mudofaaga kirishadi. Jangirxon himoya uchun juda qulay pozitsiya tanlaydi. U Orbuloq darasi orasidagi 1,5-2 kilometrlik masofada transheyali mudofaa istehkomlarini barpo qiladi va u yerga yarim qo'shinni joylashtiradi. Jung'orlar daraga kirib, qozoqlar istehkomlarga hujum uyushtirganda, Jangirxon boshliq ikkinchi qism Jung'orlarga orqa tomondan zarba beradi. Qozoq askarlari bu jangda ilk bor kamon o'rniga Erondan keltirilgan o'qotar qurollardan foydalanadi. Ushbu omil Jung'orlar katta talofatga uchrashiga va ortga, ochiq dalaga chekinishga sabab bo'ladi. Aynan shu paytda, ya'ni Jung'orlar ochiq maydonga chekinayotganda, Yalangtosh Bahodir boshliq 20 ming kishilik Buxoro xonligi armiyasi qozoqlarga madadga yetib keladi hamda Jung'orlarga ort tomondan zarba beradi. Voqealarning bunday rivojlanishini kutmagan Jung'orlar sarosimaga tushib qoladi. Batur Xuntayji jangni davom ettirishdan foyda yo'qligini sezib, darhol Jung'or tog'lariga chekinish haqida buyruq beradi. Shu tariqa Markaziy Osiyo xalqlari, qozoq, qirg'iz va o'zbeklar mintaqani talash maqsadida bostirib kelgan umumiy dushmanga qarshi birlashadi va g'alaba qozonadi.